Hammaga salom bo'ldi. Ko'p kundan beri videolar video oldim. Bu turli grafikaga ega o'yinni topdim va ismini Telegram kanalimga yozib qo'yaman. Opsiyada qoldiramiz. Qanday bu o'yinda o'zbek mushtlari qatnashgan chet tilda va emas shunaqa Cadillac shunaqa moshlar ham bor, o'zbek moshlari hammasi bor. Agar sizlar iPhone bunga faqat onlayn o'ynab bo'lmaydi bu o'yinda. Faqat taksi shunaqa o'ynasanglar bo'ladi. Ясно. 7 Up Mojito. Супер охлаждение. Ko'rib olamiz. Bu o'yinda qanaqa moshlar borligini sizlarga ko'rsataman. Ko'rib olasizlar. Bu o'yinda birinchi navbatda sizga bepulga Matiz mashinasini beradi. Tepasidan ismingizni ham almashtirib olasiz. Menimcha bu o'yinda onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Mana hozir ismni qanday almashtirish kerak? Ana shuni bosasiz. Nozim deb qo'yganman. Chunki ismim Nozim. Hozir sizlarga endi mashinalarni ko'rsataman. Damas bor, Nexia 1 bor, Nexia 2 Legenda, Spark bor, Lacetti avtomobili bor, Nexia 3, Cobalt bor, Onyx bor, Gentra bor, Tracker bor. Bilmayman, bu Malibu bor, Legenda bor. Короче, Captiva har xil mashinalar bor bu o'yinda. BYD bor mana. Kia bor, har xil mashinalar ham bor. Li bor, mana Li 9 ham bor. Kia bor. Har xil BMWlar ham bor. Mana BMWlarni o'zingiz ko'ryapsizlar. BMW M5. BMWlar ham rusumdagisi bor. Mercedes avtomobillari ham bor. Har xil Mercedes takoy mashinalar bor. Grafikasiga javob beraman. Bu juda zo'r. Ismini hozir aytaman. Video ustiga ham chiqaraman. Ana shuni yozasizlar, chiqar. Mana ekran ustiga chiqardim. Ana shu nickni yozsanglar chiqadi. Play Market App Store'lardan. Opsiyada ham qoldiraman. Obuna bo'linglar. Yaqinda 30 taga harakat. Hammaga xayr, sog' salomat. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Ertaga ham video chiqaraman.